Premium klassdagi xonadonlarga, ofislarga ishlatiladigan yaxshi sifatli ugalobus. Premium klassga kirishini sababi 3 xil mexanizmga ega. Podlokotnik 4 ta pozitsiyada ochilib yopiladi. Ikkinchi mexanizmi spinka orqa tomonga yuradi. O'tiradigan joy hajmi oshadi. Bu yerda ham 5 ta pozitsiyada ishlaydi. 1 2 3 4 5. İçine oladigan bo'lsa, turetskiy korsaj qo'yilgan, zigzag prujina qo'yilgan, 40 plotность porolon, ikkita 28 plotность porolonda sendvich bo'lib ishlangan. Sifat darajasi a'lo, 5-10 yilda cho'kib qolmaydigan yaxshi sifatli mahsulot. Materialiga keladigan bo'lsa, materiali kir ko'taradigan peddi material. Oyoqlari sof yovg'oqdan ishlatilgan, 120 kun quritilgan Toshkent karkas premium klassdagi ugalobus. Bu modelus universalniy. Shu seksiyamiz o'ngga, chapga o'tadi. Ugli uzunligi, kaltaligi regulirovka qilinadi.